Bilasizmi, mana yaqinda o'qish bo'ldi bizda. Polimolochka tema to'g'risida. O'qishga bordim. Aytyapti, polimolochniy kislota yaxshisi qimmat turadi. Polimolochka qilamiz, rezultat patsientlar ko'rmayapti. Hatto bu elementarniy narsa. Nimadan ko'rmaydi? Nima uchun ko'rmaydi? Birinchidan fibroblastlarni to'yintirish kerak. O'zi och bo'lsa, bizning kletkalarimiz kollagen stimulирующий preparatlar qilsangiz, nimadan bu kollagen вырабатываться qilish kerak. Bu yerda внутренний resursi yo'q. Qayerdan o'sib beradi u? Qanaqa qilib ishlab beradi? Ishlab bermaydi. Oddiy tilda aytaman. Turponni mana ekishdan oldin turponni nima qilasiz? 3/1 qismini qum bilan aralashtiriladi, to'g'rimi? 3/1 qismiga navoz qo'shiladi. Bizning yuz ham xuddi shunaqa. Resurs yo'q ekan, effekt bo'lmaydi. И yana bitta показатели общий белок normada bo'lishi kerak organizmda. Yuzimizda zo'r rezultat berishi uchun ichimizda defitsit bo'lishi kerak emas. Bizani badan omonat qilib topshirilgan. Buni biz chiroyli qilib, Allohim shunaqa chiroyli qilib bizani yaratdimi, qaytarib berishimiz kerak.